Navbatdagi sura Hadid surasi. Hadid surasi Madinada nozil bo'lgan sura. Mufassallardan, uzun mufassallardan, tasbih bilan boshlangan suralardan sanaladi. Sabbihallahi ham. Tepada subhanallazi o'tganida bitta tasbih bilan, ikkinchisi bu endi sabbihallahi. Keyin bu yo'g'iga keyingi parada yusabbihu sabbaha bir nechta sura keladi. 94-sura bo'lib nozil bo'lgan, 57-sura bo'lib mushafdan joy olgan. Mana shuni haligi Mendeleyev jadvalida ham temir 57 raqam bilan turar ekan degan bir maqolalar ham chiqqan. Asosiysi Hadid surasi qarang. 27-paraning oxirgi surasi. Va Qur'oni Karimning suralari 114 ta bo'lsa, shuning qoq yarmi. Qolgan sura mana Qorsami Allohning pasida yana 57 ta sura bor. 57 ta 57 114. Qorsami Allohgacha 57 ta sura. Aynan ropparasi 90%. Qur'onning 90%. Bu yoqda 3 pora qoladi. Sura mushafda 3 sahifadan sal ko'proq joyga joylashgan, oyatlari 29 ta, kalimalar esa 572 ta. Harflar adadi 2505 ta. 27-juzning 16-20 sahifalarida joylashgan. Hadid surasining birgina nomi bor, shu Hadid. Temir degani. Nega desa, surada Alloh subhanahu va taolo insonlarga temir nozil qilib qo'yganini aytgan. Bu suraning fazilati borasida mufassal suralar haqidagi va tasbihli suralar haqidagi hadislar, demak, bu suraning fazilatiga dalolat qiladi. Rasululloh akram alayhissalom bir kishiga aytgandilar, Abdulloh ibn Amr rivoyat qilgan hadisda aytgandilarki, sabbaha tasbihlilardan 3 tasini o'rgan degandilar. Ana o'sha ma'noda bu sura ham Rasululloh akram alayhissalatu vassalom o'rganishni tavsiya qilgan suralardan biri o'laroq e'tiborga olinadi. Sura karimada Alloh subhanahu va taoloning borliqdagi qudrati va mana shunga dalolat qiluvchi oyatlar keladi. Bismillahirrohmanirrohim. Sabbaha lillahi ma fis samawati val ard. Yer osmondagi hamma narsa Allohga tasbih aytadi. Ma so'zi narsa degani. Man bu jonlikka ishlaydi. Lekin ma bu jonlikni ham o'z ichiga oladi. Yer osmondagi hamma narsa, jonli-yu jonzot-u jonsiz hammasi Allohga tasbih aytadi. Alloh aziz va hakimdir. Yer osmonning mulki, elgadorligi Allohniki. U tiriltiradi, o'ldiradi. U har ishga qodirdir. Huval avval val akhir val zohir val batin. U avvaldir, oxirdir, zohirdir, botindir. Avval degani, ya'ni birinchidir. Allohdan avval yo'q. Falaysa qablaka shay. Alloh sen avvalsan, sendan oldin hech narsa yo'q edi. Allohdan oldin yo'q. Oxirdir, undan keyin yo'q. Ya'ni Alloh o'zi boqiy, boshqa boqiy yo'q. Jannatiylar ham jannatda abadiy bo'ladi deyilyapti-ku desa, Allohning boqiyligi o'zi boqiy. Jannatiylar esa Allohning irodasi, uning ushlab turishi bilan turadi. Bu xuddi shunga o'xshaydiki deydi. Bir odam o'zi turadi, yosh katta odam. Keyin yosh bolani turgizib qo'yasiz qo'lidan ushlab. Qaraganda u ham katta odam ham tik turibdi, bu ham tik turibdi. Lekin buning tik turishi o'ziniki emas u. Uni biroq qo'lidan ko'tarib turibdi. Alloh zohirdir, botindir. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo sifatlari bilan, qudrati bilan, o'zining mo'jizalari bilan zohir, borligi, birligi, ulug'ligi, go'zalligi, buyukligi zohir. Ayni vaqtda zoti bilan botindir. Allohning zotini hech kim angla olmaydi, hech kim bila olmaydi. Alloh yer va osmonni yaratdi, u zot 6 kunda. Keyin arshga istivo qildi. Mana bu oyat, mana arshga istivo oyatlarining so'nggisi. Ya'lamu ma yaliju fil ard. Alloh yerga nima kiradi, nima chiqadi va osmondan nima tushadi, osmonga nima ko'tariladi, hammasini Alloh o'zi bilib turadi. Va huwa ma'akum aynama kuntum. Alloh qayerda bo'lsanglar sizlar bilan birgadir. Mana oyat karimada demak Alloh subhanahu va taolo o'zining qudratini aytayapti. Mana shu oyatning o'zida javob bor.
Alloh arshga istivo qildi deganda u hissiy narsa tushunilmaydi. Allohning o'zining arshga bo'lgan tasarrufi. Agar Alloh o'zining ulug'ligini aytayotgan bo'lsa ham bu joyda, ya'ni Alloh o'zining arshga istivo so'zini ikki xil tafsiri bor. Alloh arshga qilgan tadbiri ma'nosida tushunsa bo'ladi. Yo'q, arshga nisbatan o'zida zohir bo'lgan, o'zida bo'lgan ulug'vorlik Alloh subhanahu va taolo o'zidagi sifatga ishora qilgan degan ikkinchi tafsir. Ikkalasi ham bor. Har ikkisi ham makon tutdi ma'nosida emas. Har qaysi ham Allohning ulug'ligi, arshni tasarrufga olganligi, u arsh Allohning izmida ekaniga ishora sifatida, mana shunga dalolat sifatida aytiladi. Oyatning siyoqi aytib turibdi. Yer osmonni yaratib, keyin istivo qildi. Keyin yana hammasini bilib turibdi. Yerga tushgan chiqqan narsani. Mana o'sha holat davom etadi. Alloh kechani kunga, kunni kechaga kiritadi. U va huwa alimun bi zati sudur. U qalbning qa'ridagisini ham biladi. Qalbning eng tubidagisini ham Alloh taolo bilib turadi. Undan keyingi oyatlarda Alloh subhanahu va taolo Alloh yo'lida infoq qilishga chaqiradi. Infoq qilganlarga ajru, katta ajrlar, ulug' savoblar borligi aytiladi. Keyin aytadiki Alloh subhanahu va taolo sizlarga payg'ambar infoq ihson haqida gapirsa, sizlar orinasizlar, boshqa qilasizlar. Vaholanki Alloh sizlarni zulmatdan nurga chiqaryapti-ku. Bu payg'ambar sizlarga sadaqa qilishni, yaxshilik qilishni buyursa, u sizlarni o'zingiz uchun kelgan Allohning payg'ambari sizlarni zulmatdan nurga chiqarayotgan zot-ku. Nega uni sizlar bu gapini demak malol olishinglar kerak? Hech ham. Albatta Allohning rasuli sizlarga faqat yaxshilikni ilinadi. Sizlarni poklashni istaydi, zulmatdan nurga chiqishinglarni istaydi degan oyatlar keladi. Nega omanakum alla tunfiqu fi sabilillah va lillahi mirasus samawati wal ard. Nega Allohning yo'lida infoq ihson qilmas ekansizlar? Axir yer va osmonning merosi Allohnikiku. Ya'ni sizlar olib keta olmaysizlar-ku buni. Sizlar to'liq ega emassizlar-ku. Vafot etasizlar, hammasi Allohga qoladi. O'zi Alloh bergan, yana Allohga qoladi. O'rtada sizlarning qo'lingizda bir muddat ozgina qismi sizlarning qo'lingizda tasarrufingizda turibdi. Nega endi infoq qilmaysizlar Allohning yo'lida? Endi infoq qilish har xil bo'lar ekan. Infoq bo'lar ekan, oyatlarda infoq qiluvchilarni Alloh subhanahu va taolo maqtaydi. Qiynalgan vaqtda ham infoq qiladigan, torlikda ham, kenglikda ham. Bu ham demak mu'minlar bilish kerak bo'lgan xislat. Nega desa, kenglikda infoq qilish oson bo'ladi, lekin torlikda infoq qilish qiyin bo'ladi. Torlikdagi infoq qanaqa infoq? Torlikdagi infoq siz ixtiyoriy bo'lmasa ham, lekin majburiy infoqlar bo'ladi. Misol uchun, ommaviy safarbarlik bo'lishi mumkin masalan. Shunaqa vaqtda biz odatda nima qilamiz? Ommaviy safarbarlik bo'lsa, taxminan mana shu karantin paytidagidan xulosa qilsak, biz infoq emas, aksini qilamiz ko'pchilik. Bosamiz. Ko'proq hech kimda qolmaganda ham menda bo'lsa deb shuni harakatiga tushamiz. Aslida ommaviy safarbarlik paytida qiynalgan odam ham o'zidan nimadir olib chiqishga harakat qilish kerak. Mana bu islomning talabi hisoblanadi. Boshqa vaqt endi mana shu oyatlarda aytiladiki, la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fathi wa qatal. Fathdan oldin infoq qilib jangga chiqqan odam bilan fathdan keyin infoq qilib jangga chiqqan odam teng bo'lmaydi. Rasululloh akram alayhisolatu vassalom aytganlar, fathdan oldingi sahobalarning bir hovuch bug'doy ehsoni keyingilarning tog'idek, Uhud tog'idek tilla ehsonidan afzal. Nega desa, ular mana bu yerda shunday narsa bor. Ular yo'q narsaga tikkan. Ya'ni islom nihoyatda musulmonlar nochor, nihoyatda pul o'ta zarur bo'lgan va islomning kelajagi uning quvvatidan darak yo'q. Yoki iymoni bor, lekin voqelikda unaqa emas. Voqelikda hozir biz payg'ambarga yordam qilganimiz bilan, musulmonlarga yordam qilganimiz bilan bular hozir erta-yetib indinga yo'qib ketsa-chi, bitta dushman kelib bossa, u 5-600 ta odam nima bo'ladi? Shuncha biz harakatimiz bari foyda bermaydi-da.
degan xayol o'tishi mumkin. Lekin oyoqqa turib olgandan keyin endi unda haligi sharaf bo'ladi. Hissa qo'shish, yordam qilish sharaf bo'ladi. Bu ikkala holatdagi infoqning darajasi teng bo'lmaydi. Bu oyatlar qiyomatgacha. Rasululloh akram alayhisalom bu oyatda fath kelgan, lekin fath umumiy fath. Ya'ni musulmonlar qiynalgan paytdagi xayr ehson bilan ular farovonlikka chiqqandagi xayr ehson u barobar bo'lmaydi. Lekin va kullan va'adallohul husna, hammasiga jannat va'da, hammasiga yaxshilik va'dasi bor. Man zallazi yuqridulloha qardan hasanan fayudaifahu lahu va lahu ajrun karim. Kim Allohga yaxshi qarzi hasana bersa, Alloh unga ko'paytirib beradi bir necha barobar va unga ulug' ajrlar beradi. Alloh subhanahu va taolo qarang. Nega qarz deydi? O'z yo'liga qilingan ehsonni qarz deydi. Qarz deyilishining sababi shuki, inson odatda bergan narsasini masalan berib yuboryapsiz. Bir kishi jiyaningiz sizdan yordam so'rayapti. Tog'a, amaki, shu menga bir 2000 dollar kerak bo'lyapti yoki 30 million kerak bo'lyapti desa, qanchada qaytarasan deysiz. To'g'rimi? Unga siz berishga qaytib berishga ko'zingiz yetsa, berishdan ko'p ham orinmaysiz. Mayli, endi 1 yil, 2 yil shu qo'limda shu pul bo'lmas ekan, savoban bor-ku deysiz, berasiz. Lekin o'shancha pulni bir yo'l berib yuborishga kelgan paytda siz uni to'xtalib qolasiz. Chunki qaytib kelishidan umid bo'lmasa, bergisi kelmaydi. To'g'rimi? Qarz so'ragan odam ham agar qaytib berishidan umidingiz bo'lmasa, birov sizdan qarz so'rasa, u bergisi kelmaydi. Yevoradi, u yo'qotib yuboradi deysiz. Bermaydi, lekin berishiga ishonchingiz bo'lsa, berishingiz oson. Masalan, garov bersa, sizga birov aytaylik 30 million sizdan so'rayapti-da, 50 millionlik garovni qo'yapti. Bemalol beraverasiz. Yoningizda bo'lsa, bo'pti, oling. 5-6 oy shu puldan foydalanmasam kelarkanda javobi deysiz. To'g'rimi? Qur'oni Karim Alloh yo'lida qilingan ehsonni qarzi hasana deydi. Ya'ni sizlar bu Allohning yo'lida sarflaganinglar u behuda ketmaydi. Uni men qaytaraman uni. Bir necha barobar qilib qaytaraman. Bir necha barobar qilib qaytarilishi bu dunyodagi barakada ham bo'lishi mumkin va asosiysi oxiratda bir necha barobar bo'lib uning savobi qaytadi. Chunki jannat sotib olasiz. Va Alloh o'zining huzuridan yana ajrlar beradi. Qiyomat kunida mu'minlarning nuri bo'lar ekan. Oldida ham, orqasida ham. Oldida ham, o'ng tomonida ham nur, ulardan nur demak olib yuradi. Ulardan nur chiqib turadi. Ularga nur hamroh bo'ladi. Ulardan nur taralib turibdi. Ularning yonida nur yo'llarini yoritib turibdi. Ularga jannat bashorati bo'ladi. Lekin munofiqlar esa ularda nur bo'lmas ekan. Ular aytishar ekanki, dunyoda sizlar bilan biz birga yurgan edik derkan munofiqlar. Masjidga birga borardik. Biz ham sizlarga o'xshab janozalarga borardik. Mana ehsonlarda birga o'tirganmiz palonchi voy, to'g'rimi? Iftorlikda birga o'tirardik. Endi kelinglar, nurdan bizga ham beringlar. Dunyoda birga edik-ku deyshar ekan munofiqlar. Shunda ularning o'rtasiga to'siq to'silar ekan. Ular bu nurdan bebahra bo'ladilar, deyiladi oyat karimada. Batinuhu fihi rahma, uning ichida rahmat, ya'ni mu'minlar tomonidan rahmat bo'ladi. Va zohiruhu min qibalihi azab, tashida esa azob bo'ladi. Ularga aytilar ekan, sizlar dunyoda biz bilan birga edinglar, lekin sizlar o'zinglarni aldadinglar. Va sizlar musulmonlar bilan ko'rinishda birga bo'lgani bilan sizlar musulmonlarga yomonlik istab yashardinglar. Va dunyo hayoti sizlarni aldab qo'ygan edi. Endi bugun esa sizlardan hech narsa qabul qilinmaydi. Dod desanglar ham, faryod desanglar ham sizlarga demak azob muqarrar deyiladi. Undan keyingi oyat Alloh subhanahu va taoloning hammamizga bir ogohlantiruvchi oyatlardan sanaladi. Alam ya'ni lillazina amanu an takhsha'a qulubuhum li zikrillah va ma nazala minal haqq. Iymon keltirganlarga qalblari Allohning zikridan xushuga tushib, Alloh nozil qilgan haqqa qalblari qo'rquvga tushishi vaqti kelmadimi? Mana shu wala yakunu kallazina utul kitob, kitob berilgan odamlarga o'xshamasdan
orzu umidini uzaytirib qalbi qatib qolmaslik vaqt kelmadimi? Ibn Mas'ud roziyallohu anhu aytgan ekanlar. Mana shu oyat biz musulmon bo'lgandan 4 yil keyin nozil bo'lgan edi degan ekanlar. Imom Muslim rivoyat qilganlar. Nima demoqchilar? U kishi aytmoqchilarki, biz iymon keltirdik. Ibn Mas'ud roziyallohu anhu ilk musulmon bo'lgan sahobalardan. U kishi aytayaptilarki, biz musulmon bo'ldik. Oradan 4 yil o'tib mana shu oyat nozil bo'ldi. Allohdan qo'rqadigan vaqt kelmadimi? Qalbinglar qo'rquvga to'ladigan vaqt kelmadimi degan oyat 4 yildan keyin keldi. Lekin bugun ko'ryapmanki, sizlar Qur'onni o'rganganinglarga necha yil bo'ldi, hali qalbinglarda xushu yo'q deganlar. Bizga musulmon bo'lganimizdan, iymonga kelganimizdan 4 yil o'tiblar shu xitob bilan bizga xitob qilingan edi. Qo'rqmaysizlarmi? Deyilgan edi. Lekin bugun necha yil bo'ldi Qur'onni o'rgangansizlar? Qur'on sizlarga nozil bo'lgan, lekin sizlarda bu xitobga nisbatan nima yo'q? Javob yo'q. Fuzayl ibn Iyoz buyuk mutasavviflardan bo'lganlar. U kishining haqlarida mana shu oyat eslanadi. U kishi qaroqchilik qilar ekanlar. Qaroqchilik qilib, talon-taroj qilib pul topar ekanlar. Bir kuni bir qorining Qur'on o'qiyotganini eshitib qoldilar. Kechasi o'g'rilar kechasi yuradi-yu. Kechasi bemahal yurgan ekan. Saharda bir kishi Qur'on o'qiyapti. Nihoyatda go'zal tilovat qilyapti ekan. Birpas mahliyo bo'lib qoldilar. Qarasalar mana shu hadis surasini o'qiyapti ekan. Shunda shu oyat keldi. Iymon keltirganlar Allohdan qo'rqib, Alloh nozil qilgan kitobdan, Allohning zikridan qo'rquvga tushib, xavfga tushadigan vaqt kelmadimi? Oyat keldi. U kishiga birdan bu oyat juda qattiq ta'sir qildi. Larzaga kelib ketdilar. Shu yerda dod deb yig'lashni boshladilar. Keldi yo Rob. Keldi, tavba qilish vaqti keldi. Dedilar, shu zahoti hamma yomon ishlarni tashlab ilmga berildilar, ibodatga berildilar va zamonaning eng buyuk mashoyixlardan biriga aylandilar. Fuzayl ibn Iyoz ulug' nihoyatda mutasavvif, tasavvufda ham, ilmda ham nihoyatda buyuk olimlardan bo'lganlar. Asli esa haligindek. Lekin qalbiga bitta xavf keldi. Vajd deydi buni tasavvuf ahllari. Alloh u kishiga hidoyatni nasib qildi. Keldi Parvardigor dedi, mana shu oyatning xitobi bilan u kishi demak valiylar darajasiga erishganlar. Undan keyingi oyatlarda Alloh subhanahu va taolo dunyo hayotini tasvirlab beradi. I'lamu annamal hayatud dunya la'ib va lahu wa zinatun va tafakhurun baynakum va takathurun fil amwali wal awlad. Sizlar dunyoda yashaysizlar. Dunyoga hamma har xil ta'rif beradi. Boydan dunyoni so'rasangiz, boy aytadiki, dunyo deydi farovonlik yurti. Yeysan, ichasan, maza qilib yashaysan, salqin joying bo'ladi, yaxshi issiq uying bo'ladi. Endi siz agar bemordan so'rasangiz yoki kambag'aldan so'rasangiz, u dunyoni unaqa maqtamaydi. Dunyoni aytaylik, u sal mashaqqat ekan, u ekan, bu ekan, va hokazo. Hamma har xil ta'rif aytadi. Qur'on dunyoni qanday ta'riflaydi? Mana bu oyatda biz o'sha ta'rifni ko'ramiz. Bilib qo'yinglar. Dunyo hayoti la'ib, o'yin kulgudir. O'yindir. Lahu o'yin kulgi. La'ibun va lahu o'yin va keyin kulgi, undan keyin behuda ishlar. Va zinatun ko'ngil xushi. Va lahu ko'ngil xushi ham. Dunyo o'yin, ko'ngil xushi, zinat. Va tafakhurun baynakum, o'zaro iftixor. Va takathurun fil amwali wal awlad. Mol dunyo bola chaqa ko'paytirishda musobaqa. Dunyo mana shu joyda inson hayoti tadrijiy tavsiflangan. Birinchi inson nima qiladi birinchi tug'ilgandan keyin? Birinchi oyoq qo'li chiqqandan keyin qiladigan ishi nima? O'yin bo'ladi. La'ib, birinchi la'ib va lahun. Endi u sal voyaga yetgandan keyin endi u o'ynamaydi u bola. Endi u ko'ngil xushi istaydi. Ko'ngil xushi ishlarga u beriladi. Endi ko'ngil xushi ham ma'lum bir yoshgacha. Undan keyin inson ko'ngil xushi qilib yuravermaydi. Haligi taralab e'dod bo'lib. O'z-o'zidan nima qiladi? Endi zinatga beriladi. Endi boylik orttirishni istaydi. Yaxshi mashinam bo'lsin, yaxshi uyim bo'lsin. Yaxshi aytaylik ofisim bo'lsin. Endi zinatga qarab ketadi. Endi zinatlar ham bitdi, uy-joy ham bo'ldi,
nima ham bo'ldi, boylik ham bo'ldi, ancha-muncha, mashinalar bor. Endi nima qiladi? Endi vatafaxur. Endi yaxshisiga intiladi. Endi faxrlanishni boshlaydi. Anavi oddiy mashina minib yurgan edi, faxr his qilmayotdi. Endi faxr beradigan narsalarga intiladi. Qimmatroq mashina olib, yaxshiroq uy solib, dacha solib, endi faxrga olib boradigan boylikka intiladi. Bu mana insonning yoshi voyaga yetgan sari mana shu rivojlanib boraveradi. Undan keyin endi u faxr ham bitdi. Eng zo'r uyga ham erishdi, eng zo'r boylik nima dachalari bor, mashinalari bor. Endi nima qiladi? Endi pulni miqdoriga qarab bahs musobaqalashadi. Endi pul ko'paysa bo'ldi. Ehtiyoji yo'q. Ehtiyoj qolmagan, hech qanaqa ehtiyoj qolmagan. Ehtiyoj ham qolmagan. Faxrlanaman deb oladigan narsaga ham hojat qolmagan. Zo'r, hamma narsani zo'rini minyapti, zo'rini kiyyapti, zo'rini yashayapti. Endi nima qiladi? Endi ko'paytirish paydo bo'ladi. Endi shuni ko'paytirish. Endi shotdagi pulni hisoblaydi. Falonchinniki necha pul qoldi, necha milliard bo'lib qoldi? O'tib ketib qoldi. Gazni bos. Oldiga o'tishimiz kerak. Endi shotdagi pulni ham pulni sanog'iga ham endi musobaqalashadi. Va farzand bola chaqani ko'paytirishda musobaqalashadi. Dunyo hammasi shu. Borsanglar shu joygacha borasizlar. Kamathali ghaythin a'jaba al-kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu hutama. Bu xuddi yomg'irga o'xshaydi. Yomg'ir yog'adi, keyin dehqonning ko'zini quvnatadigan o'simliklar unib chiqadi. Keyin bir qarasa sarg'ayib, oxiri hashakka aylanadi. O'tin hashakka aylanadi. Dunyoning rosa gullab yashnagani shu bahordagi rosa gullagan daraxtlarga o'xshaydi go'yo. Gullagan mevalar, rosa g'arq pishgan mevalarni singari go'yo. U ozginadan keyin demak hashakka aylanadi. Lekin va fil oxirati azabun shadid. Dunyoda esa, oxiratda esa boshqacha gap. Oxiratda qattiq azob bor va Allohning mag'firati bor. Va uning roziligi bor. Va rozilikda yana bitta tarjimasi jannat bor. Sizlar nima qilinglar sizlar? Sabiqu ila mag'firati min robbikum va jannatin arduha ka'ardis samai wal ard. Sizlar endi bu dunyoda musobaqalashishni Alloh biz tabiatingizga solib qo'yganmiz, qilasizlar. Lekin bizni sizlarga topshirig'imiz shuki, sizlar jannat kengligi jannat u yer va osmonlardan-da keng bo'lgan jannat va Allohning mag'firatiga sizlar musobaqalashinglar. Deb Alloh subhanahu va taolo musobaqalashish u tomonga bo'lish kerakligini uqtiradi. Undan keyingi oyatlarda yupanch oyatlar bor. Ya'ni sizlarga nima kelsa, nima yetsa, yaxshilikmi, yomonlikmi, u Lavhul Mahfuzda bor edi. Hayotda ro'yobga chiqishdan oldin bor edi. Nega mana shundoq deyapmiz sizlarga? Innada likayla ta'sav ala ma fatakum. Qo'ldan boy berganiga juda afsus qilmanglar. Va la tafrahu bima atakum. Bu qo'linglardagi narsaga juda hovliqmanglar. Bu joyda qarang. Odatda biz nima deymiz? Masalan, bir musibat kelsa, endi taqdirda bor ekan deymiz, a? Lekin kim qo'liga kelgan boylik, xursandchilikni taqdirda bor ekan deb aytadi? Kim? O'zim topdim deydi va hokazo. Mana kechagina bir kishi so'radi, kibrga ketmasligi uchun, inson xoliqmasligi uchun nima qilish kerak? Alloh unga yutuq beryapti. Taqdirda bor ekan deyish kerak. Qur'on oyat aytayaptiki, sizlar qo'ldan boy berganda ham, boy bergan narsa, qo'ldan bir narsani boy bersanglar ham juda shukrlikka tushmanglar. Taqdirda bor ekan dinglar. Alloh bir yutuqqa erishtirsa, hovliqmanglar. Taqdirda bor ekan, Alloh yozgan ekan dinglar. Biz odatda faqat yarmini ishlatamiz. Musibat kelsa, endi peshinada bor ekanda deymiz. Lekin yaxshilik kelsa, hech peshinani eslamaymiz. To'g'rimi? Lekin aslida yaxshilikka ham peshinani eslash kerak. Peshonada bor ekan, Alloh yetkazibdi. Alhamdulillah, Alloh nasib qilgan ekan. Mana shunda nima bo'ladi? Shunda saxir bo'lmaysiz. Kasal bo'lmaysiz. Demak, yurak xuruji bo'lmaydi inshaalloh. Chunki ana o'sha bezovtaliklar ko'pincha mana shu iymondagi nuqsondan kelib chiqadi.
Hadis bor. Rasululloh akram alayhisolatu vassalom aytganlar, inson bolasini og'zini tuproq to'ldiradi deganlar. Agar unga bitta vodiyni tilla qilib bersa, ikkinchi vodiy tilla bo'lishini istaydi. Ya'ni inson tabiatiga agar qo'yib bersa, tarbiya qilmasdan shunaqa. Shuning uchun nima qiladi inson? Bitta ishxonaga keladi, shu eplab shu ishxonaga kirib joylashib, shu yerda bir kunim o'tib tursa deb kiradi ishga. Keyin birozdan keyin bo'lim boshlig'i bo'lishga harakat qiladi. Keyin xo'jayinni haydab o'rniga o'tirgisi keladi. O'rinbosar bo'ladi, keyin o'rinbosarlikdan keyin ishni yaxshi o'rgangandan keyin shu xo'jayin ketsa, uni tagiga suv quyishni boshlaydi. Keyin uni o'rnini egallashni istaydi. Keyin u bitta ishxonaga ega bo'lgandan keyin endi nima deydi? Endi deydi boshqa ishxonalardagi nimalar qolib ketib qolyapti, foydalar aytaylik-a. Endi undan ham tepaga ko'tarilish, vazir bo'lishni istaydi, kerak bo'lsa podsho bo'lishni istaydi. Bitta yurtga podsho bo'lsa, shundan keyin ham inson to'xtamaydi. Qo'shni yurtga ham hukmim o'tsa deydi. Gapim o'tsa deydi. O'z-o'zidan tepaga qarab intilaveradi. Dunyo shu bilan obod. Buni biroq qoralamaydi. Dunyo shu bilan obod, lekin bu shu shariat chegarasida halol tarzda bo'lishi kerak. Undan keyingi oyatlarda ana hadis haqidagi oyat keladi. Alloh subhanahu va taolo payg'ambarlar yuborganini va mezonni ular bilan birga tosh tarozi adolat mezonini va kitobni nozil qilganini, toki odamlar adolat qilsin uchun mana shunday qilganini aytadi. Va anzalnal hadida fihi ba'sun shadidun va manafi'u lin-nas. Endi yana Alloh temirni ham nozil qildik deydi. Temirni nozil qildik. Nimaga? Fihi ba'sun shadid. Unda katta quvvat bor. Va odamlarga foyda ham bor. Unda katta quvvat bor, katta kuch bor degani bu urush qurol aslahalarga ishora. Manfaat esa manafi'u lin-nas, undan boshqa narsalarga ishora. Temirni, ya'ni urushdan boshqa narsalarga, qurol aslahadan boshqa narsalarga ham ishlatasizlar-ku. Ana ular uchun Alloh hadidni, temirni yaratib qo'ydi. Mana shu joyda qarang, mana shu joyda qurol aslahani manfaatning ziddiga keltirilgan. Nimaga? Nega? Kapkir aytaylik, temirdan qilasiz, o'choq qilasiz, va hokazo temirdan qiladigan anjomlaringiz hammasi o'sha manfaatlarga kiradi. Ba'sun shadid esa u qurol aslaha. Qurol aslaha, mana hozir ham qurol aslahalar temirdan iborat, shunga o'xshash moddalardan iborat. Nega uni manfaatni ziddiga keltirilgan? Qurol aslahada manfaat yo'qmi? Mana masalan Qur'on o'zi jang qilishga, qurol aslaha bilan dushmanga qarshi kurashishga buyuradi-ku. Lekin bu yerda qurol aslahani manfaatning ziddiga keltiryapti. O'sha odam o'ldirishga kerak bo'lsa buyruq bor-ku. Dushman kelsa o'tira olmaysiz-ku og'iz ochib. Yo'q. Bu yerda gap shundaki, qurol aslaha bevosita manfaat bo'lmaydi. Qurol aslaha hech qachon bevosita u manfaatlanadigan narsa emas. Siz avtomat yasab oldingiz, nima qilasiz uni? O'ynab o'tirasizmi? Nima qilasiz uni? U qachonki zararni daf qilyapsa, shunda u manfaat bo'ladi. Shuning uchun islomda jang u birinchi maqsad hisoblanmaydi. Balki zararni qaytarish bo'ladi. Va jang maqsad bo'lmaydi hech qachon. Jang masalan jangning o'zi maqsad emas hech qachon. Balki uni ortidagi narsa maqsad. Agar ortidagi narsa muyassar bo'lsa, jangga hojat bo'lmaydi. Masalan, dushman sizga o'zi shundoq ham kelib, yaxshi tinch yashaylik, maylimi, oldi berdi qilib desa bo'ldi. Siz qurolingizni cho'ntagiga solib o'tiraverasiz. Siz bosqinchilik qilib unga qarab qurolni o'qtamaysiz. Qurol aslaha bevosita manfaat emas, balki u gohida manfaatga vosita bo'ladi, lekin o'zi bevosita manfaat emas. Undan boshqa ishlarga ishlanishini Alloh nega manfaat deydi? Ular shunday manfaat, bevosita manfaat. Kapkirda ovqat qilasiz, osh qilasiz, misol uchun, o'choqda ovqat qilasiz. Temirda aytaylik, u yaxshilikka yomonlikka ishlab masalan jarrohlik qilasiz va hokazo. U bevosita, o'zi manfaat bo'lib, demak foyda beradi sizga.
Alloh subhanahu va taolo temirni nega nozil qilganiga ishora qiladi. Va ya'lamallohu man yansuruhu va rusuluhu bil g'oyb. Alloh o'ziga va payg'ambariga kimlar yordam beradi? Mana shuni bilish uchun ham mana shundoq qilib qo'ydi hayotni. Hayotda mana shunga o'xshash, demak, Rasululloh akram alayhissalom davrlarida jangu jadallar bo'lardi va mana shunga o'xshash holatlar nega u bo'lib o'tdi? Undan keyingi paytlarda ham insonlar o'rtasida nizolar bo'ladi, boshqa bo'ladi. Bular nima uchun ekan bular? Bular imtihon ekan. Kim haq tomon bo'ladi yo'q, kim nohaq tomon bo'ladi. Shuning imtihoni uchun mana shunaqa hodisalar hayotda bo'lar ekan. Undan keyin oyatlarda Alloh subhanahu va taolo Nuh, Ibrohimni yuborganini aytadi. Undan keyin Iso alayhisolatu vasallamni payg'ambar qilganini aytadi va Iso alayhissalomning qavmi haqida bu yerda muhim bir gap bor. Biz Isoga Injilni bergan edik. Unga ergashganlarning qalbiga rahmatni, mehribonchiligini soldik. Lekin rahboniylikni ular o'zlari o'ylab topishdi. Biz ularga uni farz qilmagan edik. Lekin ular Allohning roziligini istab rohiblikni istashdi, rohiblikni tanlashdi, rohiblik qilishdi. Fama ra'awha haqqa ri'ayatiha, lekin keyin uni haqiqiy rioyasini qila olishmadi. Endi ulardan iymon keltirib yaxshi yurganlarning ajrini berdik, lekin ko'pi fosiq bo'lib ketdi, deyiladi oyat karimada. Iso alayhisolatu vassalomning qavmlarida Iso alayhisolatu vassalom uylamaganlar. Lekin bu kishiga xos edi. Qavm esa Iso uylanmadimi? Demak, payg'ambarimiz uylanmagandan keyin uylanish fazilatli ish emas ekan. Biz ham uylanmaymiz, Isoga ergashamiz deb ular tarki dunyo qilishni o'zlari o'ylab topishdi. Alloh aytadiki, biz ularga bu uylanmaslikni farz qilmagan edik, tarki dunyochilikni. Ular o'zlari mana shuni o'zlariga farz qilib oldi. O'ziga farz qilishga qildi, lekin keyin o'zi amal qila olmay qoldi. Chunki insonning tabiatiga zid narsa bu. Iso alayhisolatu vassalom esa payg'ambar edi, ma'sum edi. Lekin boshqalar ma'sum emas-ku. Boshqalar xatoga yo'l qo'ydi va mana hozirgacha ana o'shaning xatosi hozirgacha davom etadi. Hozirgacha masalan mana shu e'tiqodda qolishgan din peshvolari uylanmaydi, turmushga chiqmaydi. Uylanish, ya'ni oila qurish u taqvoga, yuqori taqvoga zid deb qaraladi. Lekin aslida ularning dinida ham bu narsa yo'q edi. Endi o'shani ixlos bilan o'sha vaqtda bajarganlar, islomdan oldin bajarganlarga Alloh ajrini berdi. Lekin ko'pi keyin fosiq bo'lib ketib qoldi. Nega desa, chunki bunga demak rioya qilish qiyin narsa o'zi. Bugun ham shu. Bugun ham masalan tarki dunyo o'sha katta rohiblar uylanmaydi, oilasi yo'q. Turmushga chiqmaydi. Ibodatxonaga bog'langan bo'ladi, tarki dunyo qiladi. Lekin tabiatga zid. Tabiatga zid u demak bizning dinimizda shuning uchun qoralangan. Rasululloh akram alayhisalom la rohbaniyata fil islom, islomda rohiblik yo'q deganlar. Iymon keltirganlar Allohga taqvo qilinglar, payg'ambarga ergashinglar, sizlarga Alloh nur beradi. Demak, iymon keltirsa insonning yo'li yorug' bo'ladi. Va gunohlarni Alloh mag'firat qiladi va Alloh subhanahu va taolo mana shu ma'nodagi oyatlar bilan surani yakunlaydi.